Analiz topshirdim. O'sha analiz topshirganimda sizda gepatit C bor ekan dedi. Nimaga tushkunlikka tushib qoldim. Lekin o'sha biqinimda achishlar, oshqozon hazm qilmasliklar juda qiynab keladi. Qabziyatim ham kuchli. 3-4 kunda unda ham qiynalib, ich suradigan dorilar ichardim. Oshqozonimda ham hali yeyishim ham kamda menda. Uyqusiz edim deganingiz qanday kechardi? Kechqurun 12-1da ko'zim ketar edi. 1 soat 2 soatdan keyin bo'ldi, miyam tamom. Keyin ulanib sizlarga nima qildim? Buni ichganimdan beri uyqum yo'q edi-da, kechasi ham o'ylanib odam o'lib qoladi shekilli. Rosa yomon tushkunlikka tushdim. Lekin mashinadan keyin uyqularim ham joyiga bo'ldi, juda yaxshi foydasi. Buni ichdim, tavsiya qiluvdinglar. Hozir qabziyatim ham yo'q, uyqum zo'r. Qachon xohlasam yotsam uxlayman. Yaxshi, har tomonlama yaxshi. Keyin aytdim, zo'r ekan. Kimga bo'lsa tavsiya qilyapman. Assalomu alaykum. Biz Farg'ona viloyati Kirgili tumanidamiz. Dilfuza opaning xonadonlarida mehmonmiz. Gepamergacha gepatit C aniqlangandan keyin hayotida 1-2 muammolar kuzatilgan va bu virus qana aniqlab qolingan o'zi? Gepamergacha holatingiz qanaqa bo'lgan degan savollarni ularga hozir beramiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Uyingizga taklif qilganingiz uchun rahmat, intervyuga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Ishonamiz hozir aytadigan gaplari juda ko'p insonlar hayotini o'zgartirishga hissa qo'shadi. Dilfuza opa, virusga chalinganingizni, demak operatsiyaga borganingizda bilib qoldingiz. Operatsiyaga borganimda analiz topshirdim. O'sha analiz topshirganimda sizda gepatit C bor ekan dedi. Nimaga tushkunlikka tushib qoldim. Qildirmayman desam, yo'q, qildirsangiz sizga yengillik bo'ladi dedi. Qildirdim. 42 kilo vес tashadim. 1,5 yil bo'ldi. Kelganimdan shu bilan olishdim. Hindiston dorilarini ichib nolga tushirdim. Lekin o'sha biqinimda achishlar, oshqozon hazm qilmasliklar juda qiynab keladi. Qabziyatim ham kuchli. Keyin bir sherigimiz ichayotgan ekan, sizni doim kuzataman. Keyin ulanib sizlarga nima qildim? Buni ichganimdan beri uyqum yo'q edi-da, kechasi ham o'ylanib odam o'lib qoladi shekilli. Rosa yomon tushkunlikka tushdim. Keyin buni ichdim, tavsiya qiluvdinglar. Hozir qabziyatim ham yo'q, uyqum zo'r. Qachon xohlasam yotsam uxlayman. O'ylanmay qo'ydim u to'g'risida. Biqinim achishlari ham yaxshi qoldi. Irg'ishlicha-midi. Nima bo'lyapti xolos? Hali bir oy ichganim yo'q-da. Yaxshi, har tomonlama yaxshi. Demak, hali bir oy bo'lmasdan shuncha natija oldingizmi? Men уже hozir kecha kuni o'ziga tushgani bordim. Ovqatlanib borib qo'ygan ekanman. To'xting, bir oy tugasa ne tushayin dedim. Hali qon analiz topshirganim yo'q. Bir oydan keyin topshirib sizlarga jo'nataman, yana bir ko'ramiz deyatdi. Hali bir oy bo'lgani yo'q. Endi 12-chislada bir oy bo'ladi. Уже menda rezultat zo'r. Qabziyat deyapsiz, qanchada bir kelganingiz? 3-4 kunda unda ham qiynalib, ich suradigan dorilar ichardim. Ungacha emas, sabab bu juda azobli jarayon, baribir. Oshqozonimda ham hali yeyishim ham kamda menda. Jichcha ovqat bilan yeyman. Ash tomondan ham yutib ketdim deyman. Hali ko'p narsa yevermay jigarim anaqasidan. Lekin mashinadan keyin uyqularim ham joyiga bo'ldi, juda yaxshi foydasini bildim. Yaxshi men. Qabziyatim yaxshi bo'ldi deganda nima nazarda tutyapsiz? Qanchada keladigan bo'ldi? Har kuni kelyapti. Bir mahal. Normalniy unaqa o'tkazib ham bormayapti, normalniy. Gepamergacha umuman qiynalgansiz. Qiynalib, qachonki surdiradigan dori ichardim yo ko'katlar, giyohlar ichsam ne kelardi. Hozir buni ichayotganingizdan beri o'zi tabiiy ravishda kelyapti. Hech narsa ichmayman. O'z-o'zi oshqozon hazm qilishga ham hech narsa ichmayman. O'z-o'zi har tomonlama menga yoqdi. Uyqusiz edim deganingiz qanday kechardi? Kunduzi, kechqurun? Kunduzi umuman necha soat uxlardingiz? Kechqurun 12-1da ko'zim ketar edi. 1 soat 2 soatdan keyin bo'ldi, miyam damamaydi. O'ylanaverardim, mana shu YouTubedan jigar nimasini tekshirish bilan o'zim ovora bo'lardim. Hozir o'ylamayman. Uyqum kelgan paytda yotaman. Hali nima deydi? Bitta yotib, bitta turyapman-da, xullas mazza qilyapman. O'ylanish deganda qanday o'ylar kelgan hayolingizga? Endi baribir onasiz, nabiralar deysiz, farzand deysiz. Ona o'zidan avval ularchi deb ularda o'ylaydi. O'zim asha bularga ham bildirmadim, ko'p kasallarim, dardlarim bularga ham aytmadim. Juda ko'p aziyat chekdim. Sababi o'lib qolaman degan fikr kelaverdi. Miyamga faqat o'limni ko'raverdim. 3 oylar bolalarga o'tkazish kerak. Tezroq bolalarimni hal qilib olay degan fikrda yashadim. Bundan og'iri yo'q. Ona uchun-a? Endi 2 ta bolam bor, 6 ta nevaram bor. Shular uchun yashayman, kurashdim.
sizniki unchalik jiddiy emas desa ham yo'q, miyamga faqat o'lim kelaverdi. O'lib qolsam bolalarim nima bo'ladi degan fikrga keldim. Bir tanishim opa shundan ichingda dedi. O'g'lim olib bordi doktorlarga, olib bordi. Ana doktor Aliga ham olib bordi. Lekin sizni ko'rib qoldim. Mana shu bolani rosa hurmat qilardim-da, shu bolaga ishonaman men deyaverdim. Keyin shuni ichi deb taklif qilib oluvdim. 5 kundan keyin o'sha bildim-da foydasini. Keyin aytdim, zo'r ekan. Kimga bo'lsa tavsiya qilyapman to'g'risi. U sizga tavsiya qilgan odam ham o'zi natija olganda, to'g'rimi? Ha, u qiz ham aytdi, o'zimiz mana singlim bo'ladi, mana shu yerda yashaydi. Opa, shundan ichayman, onamga o'zimga oldim. 10 kun ichida dedi, menda dedi, gipotoz nimani dedi, yog'da bir emas ketibdi dedi. Dedi, u sizlarligini bilmadim. Yo'q, men boshqa bittasi bilan gaplashdim, oldim deb olib kelib, shunday kirsam, ikkovimizniki bir xil opa dedi. Dedi, men ham sizga shuni taklif qildim, dedi, voy, men bilmabman dedim. U qiz ham hozir ichyapti, rosa yaxshi u ham. Men ham U ham zo'r natija oldi. U ham zo'r natija oldi. Qarang, 5 kunda shuncha muammolaringiz ketdi. O'lim haqida o'ylash yo'q endi. Endi yo'q. Endi yashayman deb, ha? O'zim hozir o'zimdan yashagim kelib, mana to'ylarga boryapman, kelyapman. Baribirchi odam bolalaringiz ko'p o'ylaysiz-da. Onada baribir ona qilib yaratmasin deb bekorga aytmaydi. O'sha siz doim kuzatar edim. Hammaga ham nima qilib ich ko'rish kerak emas deyishaversa ham sizni kuzatib turib, men baribir shu boladan yaxshi bo'laman. Mana shu boladan yaxshi bo'laman. O'zana qilib sizni televideniyalarda ham ko'p ko'rganman. Amirxon bilan chiqardingiz. Ashlardan ana qilib turib, shunga astoydil o'zi har ichayotganda Allohdan so'rab ichaman. Menga mana shifo bo'lsin. Avvalo o'zing shu shifo bo'lsin, menga tuzalib keting. Bolalarimni, nevaralarimni ham to'yini ko'ring deb Xudodan so'rayman, lekin unaqa jiddiy bo'lmasam ham qo'rqyapman. Ikkitaga o'tib qolsa, seroz bo'lib qolar ekan deb. Yo, Xudo xolasa Gepamer shunaqa vositaki, mana endi sizga aytaveraman, bu muammoni o'rganib chiqqaningizdan keyin o'zi jigar bilan bog'liq vaziyat jiddiylashsa nima bo'ladi degan savolga javobingiz bor. Biz viloyat yurib 6-7 litr qornida suvi bilan ichgan insonlar tuzalib ketganini bilyapmiz-da, o'zlari bilan gaplashyapmiz. Hattoki shunday insonlar, shunaqa onaxon bor, olib kelmanglar Toshkentga, befoyda yo'lda uzilib qoladi deb. Shu Gepamerni qabul qilgandan keyin deydi, nevaralarini o'ynatib deydi, to'y to'rkunlarda deydi, mana siz ham hozir to'ydan kelyapsiz, o'yin kulgi qilib yashayapti deydi. U xotin, u onaxonimiz xotirasini ham hattoki yo'qotib qo'yganda shu kasallikdan. Shu kabi og'ir vaziyatlardan chiqqan sizni bu holatingiz yaratgan hech narsa emas. Mana 5 kunda zo'r natija oldim deyapsiz. Agar buni davomiy qiladigan bo'lsangiz, kutganingizdan ham a'lo bo'lishiga ishonamiz. Biz o'zi hozir kirib kelayotganda dorini kim ichgan deb taajjublanib so'radik-da, zinadan bizdan tez chiqdingiz. Odatda bemorga bunday qarasangiz, yuzi tuzilishi aytib turadi-yu xastaligini. Lekin sizda 1 gram xastalikdan bir asar asorat yo'q. Bundan ham xursand bo'ldik. Ilgari holsizligingiz ham bo'lganmi? Charchoq. Hansirab qolardim, litsenziyalardan chiqaysam, ine yashashga nimam yo'q edi. Intilishim yo'q edi. Hozir mana hojat o'tirishlarim bor. Borsamoq, boshqa cho'p qopsiz deyishib, menga ular ham anaqa beradi. Bu safar zo'rsiz deyishadi. Hammasi biladi endi. Tushkunlikka tushirib yuborganman, ularni ham yig'laverib. Keyin zo'rsiz deydi. O'zim ham bunday qarab, o'zim ham kiyingim kelyapti, yurgim kelyapti. O'sha hayotga sekin nimam oshdi-da. Demak, tuzalsam bo'lar ekan degan nimaga bordim. Men ham har xil jiddiy bo'lib ketganlarni ham ko'ryapman, sizlar nimalaringizni ko'rib, shulardan ko'ra yaxshiman-ku deb o'zim ushlayapman. Xudoga shukr. Avvalo Alloh shular sabab bo'lib yaxshi bo'lib ketsam, Xudo xolasa butunlay yaxshi bo'lib ketishim mumkinmi? Ha, albatta. Bu mahsulotlar mana 3 oy ichganlar bor, 5 oy ichganlar bor, 2 oyda birdan tuzalib ketgan odamlar bor. Endi hamma organizm o'zi individual-ku, hamma o'ziga xos. Buni tarkibida 60 xil giyoh borligi uchun birorta kimyoviy preparat yo'qligi uchun jigaringizga rosa ma'qul keladigan narsa. Bilasiz-ku, dori ichganingiz sari jigaringiz og'irlashaveradi. Kimyoviy preparatlar baribir jigarda filtr bo'lganini hisobidan jigarda osiltiraveradi, xalq tilida aytganda. Bular tozalaydi, chiroyli holatga keltiradi. Xuddi mana o'ziga tushib, Oltiariqda mana shu Farg'onada bir ayol aytayapti. Onadan tug'ilgan bolani jigarida ekan deb doktorlar aytdi deydi. Shular jigarini almashtiraman, Hindistonga ketaman deb tayyorgarlik qilayotgan ekan. Ulardan ham intervyu oldik. Xudo xolasa sizni oldingizda turgan bu mahsulotlar va hozir biz berib ketadigan mana bu sovg'a
bir oylik muolajalar to'plami to'la foydalanishingiz uchun. Buni ichida siropi bor, asalli pastasi bor, mana choyi bor. Vazningizni ushlab turishga ham yordam beradi. Boshqa a'zolaringizni ham sog'lom bo'lishiga xizmat qiladi va yangi darajaga chiqishingizga xizmat qiladi. Rahmat, Alloh razı Bildirilgan olsun. ishonch uchun sizga katta rahmat. Sog' bo'linglar, sizlar ham rahmat kelganinglarga. Mandaqa kasallarni shunday davolab borsanglar, hamma juda ko'p ekan hozir. 80% desa ham bo'laveradi. Sabab ko'pchilik bilmas ekan buni. Qachonki bir analizni topshirganingizda chiqib qoladigan narsa ekan. Men ham bilmagan holda bo'ldim. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Shunchalik yo'llardan keldinglar. Rozi bo'linglar. Qadaminglarga hasanat. Alloh hamisha ota-onalarning baxtiga sog' salomat bo'lib yuringlar. Katta rahmat sizga Alloh ham. rozi bo'lsin. Katta rahmat. Agar sizni ham jigaringizda muammo kuzatilayotgan bo'lsa, Gepamerni Instagramda, YouTube'da, Telegramda sahifalari bor. Kuzating, savollaringizni bering, tahlil natijalaringizni tashlang, mutaxassislardan tekin konsultatsiyalar oling, mahsulotni manzilingizgacha olib kelib berish bepul. Balki keyingi xonadonimiz sizni uyingiz bo'lar, tuzalib ketganingiz bilan tabriklab borarmiz. Faqat fikringizni, niyatingizni to'g'rilang, ixlos qiling, shunda natijaga tezroq chiqasiz. Katta rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga Sog' ham bo'ling. sog' bo'linglar.